Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ayniqsa talabalarim, yaxshimisizlar? Demak, doimgidek bugungi mavzuni o'qib beraman va izohlab ta'rif berib ketaman. Marhamat, she'rimning sarlavhasi odam nimadan iborat? Va izoh berganmanki, ayrim, balki aksariyat ko'pchilik talabalar, ko'zingizni oching. She'rni boshlayapman. Insonning organizmi suv va tuproq. Haqiqat, lekin majoziy fikr odam vaqtdan iborat. Chunki inson umrini o'lchanar yil, kun bilan. Tuproqla o'lchasinmi yo 100 litr suv bilan? Ko'p yoshlar bu vaqtini go'yo cheksiz deb o'ylab, uvol qilar to'xtamay, yo o'yin, yo vayinlar. Aytgim kelar, hoy inson, sen dunyoga ustunmas, es-hushingni yig'ib ol. Hayot faqat bugunmas. Mayli, yoshlik deymiz ham, kim kafolat beradi? Har inson 100 yil yashab, savobga ulguradi. Yoshlik inson umrining eng qimmatli davroni, shuning uchun qadrlang har daqiqa, har onin. Shuning uchun Alisher vaqtinga bo'lgin posbon. Donolar bu haqda der, umr bu o'tkinchi mehmon. O'qib ko'rgan bo'lsangiz kerak, eshitganingizdek, ya'ni bu she'rimiz falsafiy va majoziy she'r bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, tushunganlar tushundi doimgidek va shu joygacha eshitganlar yaxshi rahmat kattakon sizlarga. Sog' bo'linglar. Endi qolgan gaplarim talabalarim, ayniqsa Kyuv Turizm A24 guruhi talabalari uchun mo'ljallangan. Marhamat, talabalar, eshitinglar. Sizlarga mavzuni tushuntirib beryapman. Gapiryapman, darsda tushunyapsizlar, qiziqyapsizlar, lekin uyda kam o'qiyapsizlar. Tushuntiryapman, ha deyapsizlar, lekin vazifa qilish kamligi uchun sizlarda hozir ba'zi kutganimdek oshib bormayapti. Tavsiya qilaman, shuning uchun mana videoni ko'rdilaringiz, gapirdim yana. Shuni tugatib endi videoni chekkaga qo'yib, telefonni chekkaga qo'yib, boshqa narsa ko'rmanglarda darsingizni qiling. Sal dam oling, aytganim sizga, yo kitobingizni o'qing, yo dam olib uxlang shunchaki. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.